9-qoidaga o'tamiz. Juda ham qiziq qoida. Ko'pchilik bilmasa ham kerak bu qoidani. Qarang, ko'rib turibsiz-a qoidani. Birdan demak tushunib olgan bo'lsangiz kerak. Buni nima uchun shunaqa ekanligini demak tanishtirib o'taman. Qarang, nima uchun ekan. Misol uchun mana bu alfa bo'lsin. Teng burchaklar deb berilganda bizga. Alfa bo'ladigan bo'lsa, shundan kelib chiqamiz. Mana bu 180 minus beta bo'ladi, to'g'rimi? Betani qo'shnisi bo'lgani uchun. Tushunyapsizmi? 180 minus beta bo'ladi. Mana bu esa 180 minus a bo'ladi. Beta emas, mana bu ham b ekanda, b. Mana. Bu esa a. Shunaqa bo'ladi. Ya uzr. Bunda a ni o'zi bo'ladi. Qarama-qarshi burchak-ku. Qarang, xato qilganimni. Demak, bunda x nimaga teng? Mana bu uchburchak uchun. Va mana. Shu uchburchak uchun tashqi burchak bo'lyaptimi? Shuning hisobiga demak bu x teng bo'ladi unga qo'shni bo'lmagan ichki burchaklar yig'indisiga. Alfa qo'shilgan a ga teng bo'lar ekan. Tushunyapsizmi? Endi bu yerda mana burchak ham x ga teng bo'lishi kerak, qarama-qarshi burchak bo'lgani uchun. Shundan uchburchak ichki burchaklari yig'indisiga ko'ra alfa qo'shilgan x qo'shilgan 180 minus b teng bo'ladi 180 ga. Uchburchakning ichki burchaklari yig'indisida bular qisqarib ketadigan bo'lsa x bundan nimani topishim kerak bo'lsa, alfani topib olishim kerak. Alfa teng bo'lar ekan b minus x ga. Mana bu yoqqa olib kelib qo'yadigan bo'lsam, x teng alfani o'rniga b minus x ni yozishim kerak. B minus x qo'shilgan a. X ni chap tomonga o'tkazib olsam, 2x teng a qo'shilgan b. Bundan x topsam, x teng a qo'shilgan b taqsim 2 bo'lar ekan. Mana. Biz shuncha tashvish qilib misolda shunaqa ishlaganimizdan ko'ra formulasini yodlab qo'yib, tushunib olib, birdan ishlab ketganimiz qulay emasmi? Tushunyapsizmi? Ma'no nimada? Tushunib oling, nimadan kelib chiqqanini, shunaqa qilib keltirib chiqarsa bo'ladi. Va formulani yodlashni o'rganing. Demak, birinchi misolda qarang. Bunda ham shu formulaga ko'ra alfa teng bo'ladi 40 qo'shilgan 100 taqsim 2 ga. Demak, alfa teng bo'ladi 140 ni 2 ga bo'lsak 70 gradusga. Tushundingizmi? Va bu yerda yana shuni aytib o'tib ketishim kerak, qarang. Bu yerda demak mana demak bizga burchak berilgan bo'ladi, burchak bisektrissiyasi o'tgan bo'ladi va endi alohida shu burchakni ham bisektrissiyani ham burchak tomonlarini ham bisektrissiyani ham kesib o'tadigan qilib bitta to'g'ri chiziq o'tkazamiz. Shunda tepadagining o'tkir burchagini olar ekanmiz, 40 gradusni. Tushunyapsizmi? Burchak mana burchakku bu. Shu burchak tomon, tepadagi tomonni to'g'ri chiziq bilan kesishganining o'tkir burchagini, pastning o'tmas burchagini olishimiz kerak. Shu qoidani eslab qoling. Buning teskarisi bo'lsa bo'lmaydi, adashmasam. Chunki mana misol uchun hozir mana bu 102 bu yoq 80, bu 40 bo'lsa bu yoq 140 bo'ladimi? Qo'shib 2 ga bo'lsak alfa kelib chiqmaydi bunda. Tushundingizmi? Shuni eslab qoling, yodlab qoling. Bunda ham mana qarang, xuddi shunaqa ikkinchi misolda ham. Tepadagini o'tkir burchagini olishimiz kerak. 120 mi? Unga qo'shni bo'lganda ichi bo'ladi, 60 bo'ladi. Ana shunisini olishimiz kerak. Demak, alfa teng bo'ladi 60 qo'shilgan 100 taqsim 2. Demak, alfa teng bo'ladi 160 ni 2 ga bo'lsak 80 gradusga. Bu shu. Uchinchisi. Bunda ozgina o'ylashimiz kerak endi. Mana burchakni beta deb olay.
Bunda ham xuddi shunaqa bo'lish kerak adashmasam. Betta deb oladigan bo'lsam, qarang. Mana bu burchakni olishim kerak. O'tkir burchak olishim kerak. 180 minus alfa bo'ladi bu. 180 minus alfa mana burchak, o'tkir burchak va qo'shilgan o'tmas burchak tepadagi bilan olish kerakmi ekan chalkash ekan ozgina. Mana bu o'tmas burchakni olish kerakmi Bu o'tmas burchagimiz 180 ni 70 ni ayirsak 110 bo'ladimi? 110 gradus bo'ladi. Bizdan alfani toping deganmi o'zi? Va shuni qarang, endi mana buni birinchi qo'llasak, mana bu uchun bitta ishlaydigan bo'lsak. Demak, bunda alfa beta teng bo'ladi alfa qo'shilgan 110 taqsim 2 ga. Endi bu uchun ham qo'llashimiz mumkin. Chunki bu uchun ham bisektrisa bor-da, burchak teng 2 ga bo'linyapti. Shu eng muhim. Chunki mana bu yerda burchak teng 3 ta qismga bo'linyapti-ku. Buni oladigan bo'lsak, bunda beta birdan tengini yozay birinchi. 70 teng bo'ladi. Beta qo'shilgan 50 taqsim 2 ga. Bo'lishini alfani topib olamiz. Demak, pastdagidan betani topadigan bo'lsam birinchi beta teng bo'ladi 2 kere 70 140, shundan 50 ta ayiraman 90 bo'ladi. Endi alfani bu yerdan topib olsam alfa teng bo'ladi 2 beta minus 110 ga. Demak, buni alfani topadigan bo'lsam alfa teng bo'ladi 2 ta 90 minus 110. Demak, alfa teng ekan 180 minus 110. Tushunyapsizmi? Alfa teng ekan 70 gradus. Uchinchi misolda ham xuddi shu formulani qo'llaydigan bo'lsak, qarang. Mana buni beta deb olsam, formulani qo'llaydigan bo'lsam, mana bu 70 uchun qo'llaydigan bo'lsam, qanday bo'ladi? 70 gradus teng bo'ladi. Tepadagini o'tkir burchagi 50 qo'shilgan pastdagini o'tmas burchagi beta taqsim 2. Bundan betani topadigan bo'lsam, beta teng bo'ladi 2 kere 70 140 ayrilgan 50. Demak, bu necha bo'ladi? 90 gradus bo'ladi. Mana. Betamiz 90 gradusga teng. Bu uchun topib qo'llaydigan bo'lsak, bunda ham mana bu bisektrisa bo'lyapti-ku, to'g'ri keladi. Bu uchun topadigan bo'lsak, endi alfa o'tmas burchak, betaga qaragan tepadagisi 70 o'tkir burchak, to'g'ri kelyapti. Demak, beta teng bo'lishi kerak 70 qo'shilgan alfa taqsim 2 ga. Buni alfani topadigan bo'lsam, 2 ta beta, ya'ni 90 ayrilgan 70 bo'ladi. Boshqasiga o'tib ketib qoldi. Ayrilgan 70 gradus bo'ladi. Tushundingizmi? Teng bo'ladi bu. 180 minus 70. Demak, alfa teng ekan 110 gradusga. Bo'ldi, mana shu bilan mana javobimiz chiqdi. Yechimimiz tugadi.